O'zbekistonda fevral oyida qanday ob-havo kuzatiladi? O'zgidromet joriy oy prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, fevral oyining ilk 5 kunligi nam va seryog'in ob-havo bilan boshlanishi keltirilgan. Havo harorati asta-sekin ko'tarilib, kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 13-18 daraja iliq. Oyning keyingi kunlaridan fevral oxiriga qadar harorat biroz o'zgaruvchan bo'lishi taxmin qilingan. Kechalari 2-7 daraja iliqdan ayrim paytlarda 0-5 daraja sovuqqacha pasayishi, kunduz kunlari esa 5-10 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha ko'tarilib turishi keltirilgan. Shuningdek, joriy oyning har 10 kunligida ayrim kunlari 2-3 kun yog'ingarchilik bo'lishi mumkinligi, yomg'ir bilan birga ba'zi kunlarda qor yog'ishi prognoz qilingan. Janubiy viloyatlarda joriy oy juda ko'p yog'ingarchilik bo'lishi, Vodiy, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatining ayrim hududlarida me'yordan kam quruq o'tishi taxmin qilinmoqda. Ushbu hafta davomida esa beqaror ob-havo kuzatiladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, faqat 4-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Juma kuni esa vaziyat o'zgaradi. O'zbekistonga Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishni boshlaydi. Buning hisobiga respublika bo'yicha 6-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanadi. Harorat kun davomida pasayadi, kechasi va kunduzi 1-6 daraja iliq, shimolda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Ma'lumotlardan anglash mumkinki, oyning birinchi 10 kunligi iliqroq, ikkinchi 10 kunlik ham yog'ingarchilik bo'yicha mo'tadil va issiq, uchinchi 10 kunlik esa ayrim hududlarda quruqroq hamda sovuq bo'lishi kutilmoqda.